Yoz oylarida umra safariga ota-onangiz jo'natmoqchisiz. Havo issiqligidan 50 gradus bo'lib ketadi, qiynalishadi degan o'y-xayollar sizning miyangizda aylanyapti. Keling, men sizga shuni tushuntirib beray. Avvalo, Saudiya Arabiston podshohligi yoz oylari uchun alohida tayyorgarlik ko'radi. Sovutish tizimlarini yanada takomillashtiriladi. Ventilyatsiya tizimlari yanada yuqori darajada ishlaydi. Va Saudiya Arabistonida o'zi istalgan payt borsangiz, konditsioner tizimlari juda ham kuchli ishlaydi. Xudo xolasa, lekin issiq bo'ladi haqiqatda. Lekin hozir borishsa afzalliklarini aytib beray. Men sizga Ka'ba-i Muazzama Harami Sharifda odam juda ham kam bo'ladi. Ibodat qilishlik oson bo'ladi. Ka'ba-i Muazzamaga yetib borishlik juda ham oson bo'ladi. Xudo xolasa, eng asosiysi sog'lig'ida muammosi bor odamlarni ham hozirgi kunlarda olib borishni tavsiya qilamiz. Buni mazasini bu paytda borishdi, afzalligini bilgan odamlar mana shu paytni kutishadi, borishadi. Eng asosiy biz tavsiyamiz, ya'niki haramga namozga iloji boricha kechqurun soat 1 dan keyin borishsa, shunda aziz yurtdoshlar, o'zi 5 mahal namozga borishsa, uzoq muddat o'tirish uchun kechqurun 1 dan keyin borishsa, odam kam bo'ladi va havo ham mo'tadil bo'ladi. Xudo xolasa, umra safariga bormoqchi bo'lsalaring, rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasidan sizlar bilan yuzlanyapmiz. Xudo xolasa, bizga O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib onlayn joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Ofisga tashrif buyurmoqchi bo'layotganlar Farg'onada aytib o'tgan ofisimizga tashrif buyursalaring bo'ladi yoki-da Toshkentdagi ofisimizga tashrif buyurishlaring mumkin bo'ladi. Bizda barchasi qonuniy, rasmiylashtiriladi. Va eng asosiysi, onlayn joy bron qilmoqchi bo'layotganlarga Telegram orqali bitta qizil pasport tashab berishadi. Centrum Holidays rasmiy hisob raqamlariga bank orqali to'lovlarni amalga oshirib, kvitansiyalarni qo'llariga olishsa bo'ladi. Xudo xolasa, aziz yurtdoshlar, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 100-200 metr masofadagi shinam gastinisalar, Makka Mukarramada 700 metr masofadagi gastinitsamiz. Inshaalloh yangi, yaxshi sharoitli gastinitsa. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari Qizil dengiz sayohati firma hisobidan amalga oshiriladi. Ravza-i Sharifga barcha ziyoratchilarimizni tashrifi amalga oshiriladi xudo xolasa. Eng asosiysi 50 boshlarimiz har bir reysda birga borib, birga kelishadi. Aeroportda kamzil, bejik, sumka, vizalarini taqdim etishadi. Qaytishayotganda 5 litrli zamzam suvlarini hadiya sifatida taqdim etiladi. Vodiydan uchadigan reyslarimizga maxsus uchish yostiqchalarini ham tekinga taqdim etiladi. Xudo xolasa, bizda reyslarimiz 7-Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimiz $995, 7-Namangan Madina, 8-Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz $1040 qilib belgilandi. 15-Farg'ona Jidda, 22-Farg'ona Jidda, 29-Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz $1050 qilib belgiladi. Eng arzon narxlar albatta bizning kanalimizda. Shunaqa arzon narxlarda o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar, videomizga bitta like bosib qo'yinglar, kommentariyaga yaxshilarlar yozib qoldiringlar. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga mana shu videoni yuborib qo'yinglar. Xudo xolasa 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga narxlarimizdan chegirmalarimizni ham qilib beramiz. Eng asosiysi, musofirda akalarimizga ajoyib yangilik. Farg'ona, Andijon, Namangan bo'ylab musofirda bo'lsalaring, biz sizlarga tushuntiramiz va manzillarni berasizlar. Sertifikat ota-onalaringning ism familiyalarini yozib, chiroyli qilib olib borib, firma hisobidan bitta guldastani olib, tabriklab, biz ota-onalarning umra safariga taklif qilib kelamiz. Xudo xolasa, bu uchun hech qanaqangi sizlardan to'lov olinmaydi. Faqat Farg'ona, Andijon, Namangan bo'ylab boshqa viloyatlarga BTS pochtasi orqali kamzil, bejik vizalarini hamda mana shunaqangi sertifikatlarini chiroyli idish qilib solib, ota-onalaringga dastavka qilib berib yuboramiz. U ham bir ajoyib sovg'a bo'ladi albatta. Xudo xolasa 50 ta 60 ta odam qilib, o'zimiz 50 bosh bo'lib borib kelamiz degan hamkor akalarimiz bo'lsa, hamkorlar bilan ham bemalol hamkorlikda ishlaymiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda diydor ko'rishguncha omon bo'linglar.